Assalomu alaykum hammaga, hurmatli Shavot Avto kanali obunachilar do'stlar. Bugun 16 mart Xorazm viloyati Shavot tumanida Pryamoy Igadan Malibu bir avtomobilni ko'rsatamiz. Holati zo'r holatda turibdi. 2015-yilda ishlab chiqargan do'stlar. Tex pasport ham 15, kuzov ham 15 do'stlar. Holati zo'r. 2 dona petnosi bor. Narxi 120 million so'm do'stlar. Bemalol aloqaga chiqib, telefonlashib olishingiz mumkin. Pastda Pryamoy Igan nomerini qoldirib qo'yaman. Mashin Igadan do'stlar. Mana 165 ming kilometr yurgan, chista o'zini yurgani. GM mashinalarning ichida do'stlar eng O'zbekistonning sharoiti uchun mos ravishda ishlab chiqarilgan avtomobil desak do'stlar xato qilmaymiz. Chunki yo'l tanlamas, uzoq yo'l odam, yaqin yo'l odam zo'r. Beton pokoleniya qo'yilgan, elektron sidinalar ikki taraf ham elektronli bo'ladi. Bakoylar, xullas stiklopodiumlik hamma narsasi elektronli bo'ladi. Lyukuba ikkinchi pozitsiya mexanika korobka bo'ladi. Go'shtanning kojinli salon bo'ladi. Arka qismlar ham zo'r holatda turibdi. Bagajlar ham akkuratni turibdi, ko'rishingiz mumkin. Bir qo'l haydalgan avtomobil do'stlar, 2015-yilda salonni olib, bir qo'l haydalgan. Kelib bemalol tekshirib, tushunmasangiz tekshirib olishingiz mumkin do'stlar. Avtomatning diskalari qo'yilgan, balonlari zo'r holatda, 18 lik diska balonlar qo'yilgan. Xullas do'stlar, tayyor avtomobil. 2015-yil 120 million so'm narx aytamiz. Buni bank amatib beriladi. Xolosangiz barter varianti ham bor. Gentra, Cobalt, Damas farqi yo'q. Libo avtomobillar barter qilsak ham bo'ladi do'stlar. Narxi 120 million so'm. Pastda Pryamoy nomer turadi. Eganiki aloqaga chiqib, kelishib olsangiz bo'ladi do'stlar. Hammaga omad. Like bosib, kommentariyada o'z fikringizni qoldirasiz do'stlar.